Esingizda bo'lsa, bundan 2,5 hafta oldin ulitkalarım uchun 5 litrli baklaj ulitkalarimdan qolgan kokosli tortga barga ekib ko'rdim. Albatta, birinchi marta bo'lgani uchun ko'p xatoliklar bilan ekdim. Masalan, baklajkaning tagini teshish esimdan chiqqandi yoki bo'lmasam urug'larini juda ham ko'p sepgandim. Ko'pchilikning maslahatiga ko'ra, baribir tagini kech bo'lsa ham teshib qo'ydim. Turganingizda 2,5 haftada xuddi shunaqa bo'lib o'sishdi. Har kuni bir marta yarim litr suv quyishdan boshqa hech narsa qilmadim. Ulitkalarim va konteynerlarim ko'p bo'lgani uchun kokosli tortdan bir haftada 5-6 kilogramm tashlab yuborishimga to'g'ri kelardi. Endi salat bargini ekishni o'rganib olganim uchun to'riqlarni tashlab hammasiga salat barga ekib qo'ymoqchiman. Birinchidan, shuncha to'riqlarim shunchaki uvol ketmaydi. Ikkinchidan, ulitkalarimga tekin salat barga bo'ladi. Faqat bir-ikkita muammo bor. Hozir kuz kelgani hisobiga sovuq kunlar boshlanyapti. Shuning uchun bularni qanaqa qilib o'stirishni o'ylayapman. Albatta, uy ichida o'stira olmayman. Sababi o'z uyimdagilar ulitkalarga zo'rg'a chidashyapti. Agar salat bargini ham uyga joylashtiradigan bo'lsam, katta ehtimol bilan meni uydan haydab yuborishadi. Hozircha hamma salat barglarim balkonda turibdi. Sovuqroq kunlarda ham balkonda saqlashning iloji bormi yoki sovuq kunlar boshlanishidan oldin yarimchada o'sgan salat barglarimni ulitkalarimga berib yuboraymi?